Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz ideal gaz. Mavzuyimiz quyidagi rejalardan iborat. Ideal gaz. Ideal gazga ta'rif beradigan bo'lsak, moddiy molekullari moddiy nuqtalar deb qaraladigan hamda ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchlarini e'tiborga olmaydigan darajada kichik bo'lgan gazlar, bular ideal gazlar deyiladi. Tabiatda ammo mutlaq ideal gazlar mavjud emas. Mavjud bo'lgan gazlarning hammasi real gazlar hisoblanadi, chunki ularni tashkil etuvchi molekullar orasida kichik bo'lsa-da o'zaro ta'sir kuchlari mavjud hisoblanadi. Ideal va real gazlarning orasidagi farqlarni ko'radigan bo'lsak, demak, real gazlar o'zi hayotdagi gazlar real gazda molekulyar hajmga emas, ammo hajmga ega, ammo ideal gazda biz bu hajmni yo'q deb faraz qilamiz. Undan tashqari bu gazni tashkil qiluvchi molekullar o'zaro ta'sirda bo'ladi, ya'ni bir-biri bilan tortiladi va itarishadi. Undan tashqari real gazlarda past harorat va yuqori bosimda ideallikdan chetlashadi bu gazlar. Ammo biz bu xossalarni hisobga olmagan holda shunaqa ideal gaz modelini olamizki, bunda molekullar o'zaro to'qnashgandagina o'zaro ta'sir mavjud bor deb hisoblaymiz. Undan tashqari esa ularning tortish kuchlari yo'q ideal gazda va har qanday bosim va haroratda gazni ideal deb olamiz. Xossalari molekullarning o'zaro ta'siriga bog'liq bo'lgan gazlar real gazlar deyapti. Tabiatda real gazlar uchraydi doimo. Bu gazlarni biz ba'zi bir xossalardan chetlashib gazni ideal holatda o'rganamiz. Ideal gazni bosimini o'rganish uchun shunaqa yopiq idishda gazni olamiz va idish ichidagi har bir gaz molekullari xaotik harakat qilib idish devorlariga uriladi. Bunda bitta molekulani idish devoriga urilganda beradigan kuch sezilmaydigan darajada kichik bo'ladi, ammo uzluksiz ravishda bir qancha molekullar bu idish devoriga ta'sir etadigan vaqtda biz bu kuchni demak hisobga oladigan darajada o'sha katta hisoblanadi va bu kuchga biz bosim kuchi deb ataymiz. Undan tashqari idish ichidagi gaz molekulalari xaotik harakat davomida bir-birlari bilan to'qnashganda ularning tezligi va tezligining son qiymati va yo'nalishi o'zgaradi. Shuning uchun biz ularni bitta tezlikka ega bo'ladi deb ayta olmaymiz va umumiy holda biz o'rtacha kvadratik tezlik degan tushunchani kiritamiz. Chunki ideal gazni bosimini aniqlashda bu kattalik bizga kerak. Va shuni keltirib chiqaramizki, ideal gazning bosimi demak mana bu 3 ta formula bilan aniqlanadi. Ya'ni P teng 1/3 n m0 v kvadrat. Ikkinchi formulamizda P teng 2/3 n y kinetik va uchinchi formulamizda P teng 1/3 rho v kvadrat. Bu yerdagi n gaz molekullarining konsentratsiyasi, ya'ni hajm birligidagi molekullar soni hisoblanadi. M0 bitta molekulaning massasi, v kvadrat esa o'rtacha kvadratik tezligi hisoblanadi va bu 3 ta formula gaz bosimini topish formulasi molekulyar kinetik nazariyaning asosiy tenglamalari hisoblanadi. Biz birinchi formuladan m0 v kvadrat ifodani 2 ga ko'paytirib va bo'lib olganimizda biz bu ifodani y kinetik energiyaga almashtirib olishimiz mumkin va tenglama ikkinchi formulaga keladi. Birinchi tenglama 2/3 n y kinetikka ega bo'ladi. Bu ham bosim topish formulasi. Ikkinchi holda esa konsentratsiyani bitta molekula massasiga ko'paytmasini rho zichlikka teng deb olamiz. Bu vaqtda bir formulamiz 3 formulaga aylanadi. Masalachi namunasi keltirilgan. Bu yerda ideal gazning idishligi berilyapti va bosimi berilyapti. Gaz molekullarining o'rtacha kvadrat tezligi qanaqa bo'ladi deyapti. Biz demak 3-formulamizdan, asosiy formulamizdan keltirib olamiz va bu yerda zichlik berilgan, bosim berilgan va tezlik noma'lum. Tezlikni 3 formuladan topadigan bo'lsak, demak v teng bo'ladi ildizosi 3p taqsim rho va birlikni ham keltirib chiqaryapmiz. Bu yerda metr taqsim sekund rostdan kelib chiqyapti va formulaga
son qiymatlarni keltirib qo'yganimizda, demak, molekulaning o'rtacha kvadrat tezligi 600 metr taqsim sekund ekanligi kelib chiqyapti. Bu sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Ya'ni baliq skeletining yuqori qismiga ideal gazning xossalarini, yuqorida sanab o'tgan xossalarini va quyi qismiga esa real gazning xossalarini yozib, mana shu baliq skeletini to'ldirib kelasiz, hurmatli o'quvchilar. Mustaqil yechish uchun yana masalalar keltirib o'tganman. Bu masalalarni ham o'zingiz mustaqil uyda bajarasiz. Bugungi ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun xayr, sog' bo'ling.